Grivimi kariz qaynonam bilan qorli marojna yegani. Koreyaga kelganimga 8 yil bo'lgani bilan bu marojnani faqat bir martagina yeb ko'rganman xolos. Bu kafening ichi kinoteatrlarga o'xshab zinapoya shaklida qurilgan ekan. Bechora sovuq charchab ketganidan buvisiga ko'tardi, menga ko'tardi, lekin o'sha paytda e'tibor bermagan ekanmiz. Videolarni qaytadan ko'rib endi e'tibor beraman. Har xil turdagi qorli marojna bor ekan, tanlashimiz juda ham qiyin bo'ldi. Oxiri sovuq ham yeya oladi deb mango bilan greypfrutli qorli marojna zakaz qildik. Kariz qaynonam to'yxonada ofitsiantlik ishida ishlaganlari uchun ofitsiantlik ishini juda ham yaxshi ko'radilar. Shu yerda ham ofitsiantlik qilib yuribdilar. Siz yashayotgan joyda ham shunaqa qorli marojna sotadimi? Afsuski, mangosi ham muzlatilgan ekan. 19 oyli o'g'lim yeya olmadi. Muzdan tayyorlangan marojnaga qo'shib yegani sgushonka, brauni va kokonatli suv berishdi. Paksaudan hali inshaalloh juda ham ko'p mukbanglar bo'ladi. Shunaqa muzli marojnani ustiga ozgina pista, kokonatli suv va brauni shirinligini qo'shib yeyilar ekan. 먹어보겠습니다. 비스밀라. 와우. 하고 먹어야지, 그치? 비스밀라. Chagovoyo. Bu marojnaning ichi to'la qor, ustiga esa har xil mevalarni qo'yib berishar ekan. Va boshqa pista, skushonka, kokonatli suvni o'zingiz xohishingizga qarab bemalol qo'shib yesangiz bo'lar ekan. Kariz qaynonam muzdan tayyorlanadigan marojnani juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Agar O'zbekistonda ham shunaqa biznes qilinsa, menimcha juda ham yaxshi rivojlansa kerak. Nima deb o'ylaysizlar?